Assalomu alaykum hurmatli Dermalife teri sog'lomlashtirish markazi kuzatuvchilari, aziz vatandoshlar. Va'da berganimizdek har hafta sizlar bilan YouTube kanalimiz orqali har bir vitamin bo'yicha alohida to'xtalib o'tamiz. Teri kasalliklarida bugungi kecha kunduzda eng muhim vitaminlardan biri bu D vitamini. Bu sehrli vitamin haqida siz bilmagan faktlarni aytib o'tamiz. Inson organizmi uchun vitamin D qanchalik muhim rol o'ynaydi? Bu haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Deyarli hech kim bu haqida chuqurroq o'ylab ko'rmagan. Hozir ana shu muhim vazifalari haqida gaplashamiz. Aziz guruh kuzatuvchilarimiz, farzandingizda bo'y o'sishdagi muammolar, soch to'kilishi, injiqligi, ovqatlarni yaxshi hazm qilmasligi yoki bo'lmasam turli xil vitamin, minerallar yetishmasligi natijasida tish to'kilishi, tanasiga turli xil dog'lar tushishi haqida, bundan tashqari o'zingizda kechadigan erta klimaks yoki bo'lmasam suyak bo'g'im muammolari nima uchun kelib chiqishi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Ko'pchilik bee'tibor qaraydigan vitaminda aslida inson hayoti va moddalar regeneratsiyasi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Vitamin D ni biz qayerdan olamiz? O'zingizga ma'lum, bizning hududimizda deyarli 360 kun davomida quyosh o'zini porloq nurlarini sochib turadi. Ammo bizga vitamin D yetarlimi? Hech o'ylab ko'rganmisiz, quyosh nuri kunning qaysi vaqtida sizni vitamin D bilan ta'minlaydi? Asosan yoz kunlarida soat 8 gacha bo'lgan davrda, ya'ni tonggi 8 gacha bo'lgan davrda vitamin D dan sog'lom olishingiz mumkin. Sog'lom vitamin D dan olishingiz mumkin. Qish kunlarida esa soat 9 gacha bo'lgan davrda sog'lom vitamin D bilan ta'minlaydi organizmni. Lekin ko'pchilik bizning mintaqamizda yashovchi aholi vitamin D dan sog'lom vaqtda foydalanishni bilishmaydi. Natijada mintaqamizda juda ko'p insonda vitamin D yetishmovchiligi kelib chiqadi. Vitamin D ni yetishmovchiligini qanday aniqlaymiz? Shu haqida ozgina gapirib o'tamiz. Vitamin D yetishmovchiligini sizda qon tahlillari ko'rsatib beradi. Demak, qon topshirasiz va sizdagi vitamin D darajasini aniqlashtirasiz. Bundan tashqari ba'zi bir klinik belgilar ham sizda vitamin D taqchilligi haqida sizga signal berib turadi. Demak, vitamin D yetishmovchiligida birinchi klinik belgilar, ya'ni ko'plab uchraydigan asoratlardan biri. Bu ortiqcha vazn, tish to'kilishi, soch to'kilishi, suyak bo'g'im muammolari. Bundan tashqari bolalarda uchraydigan bosh kattalik, qorin kattaligi yoki bo'lmasam oyoq bo'g'inlarining yaxshi rivojlanmasligi ham vitamin D taqchilligi belgilari bo'lishi mumkin. Bolalarda uchraydigan raxit kasalligi aynan vitamin D taqchilligi hisobiga yuzaga keladi. O'zingizga ma'lum, Dermalife teri sog'lomlashtirish markazi asosan teri muammolari bilan shug'ullanadi. Shuning uchun bugungi ko'rsatuvimizda aynan vitamin D ni teri kasalliklarida qanday rol o'ynashi haqida biroz suhbatlashamiz va sizlarga to'g'ri vitamin D komplekslarini tanlashni o'rgatamiz. Unutmang, vitamin D organizmda transport vazifasini bajaradi. Organizmga kirib kelayotgan kaliy, kalsiy, magniy, sink, fosfor moddalarining to'g'ri parchalanishiga va kerakli to'qimalarga yetib borishini ta'minlab beradigan modda hisoblanadi. Agar mana shu vitaminlarni vitamin D siz qabul qiladigan bo'lsangiz, ular ba'zan to'g'ri parchalanmaydi va kerakli joyga borib tushmasligi mumkin. Aynan vitamin D sizni olayotgan, tashqaridan olayotgan moddalaringizni siz xohlagan to'qimalargacha yetkazib beradigan vositachi, ya'ni transport vazifasi hisoblanadi. Nima uchun aynan vitamin D? Vitamin D moddasi inson organizmida tashqi ta'sirlar natijasida kirib kelayotgan turli xil vitaminlarni o'zining kerakli o'rinlariga olib tashlashda, ya'ni olib tushirishda yordam beradigan moddalar kompleksi hisoblanadi. Nima uchun aynan vitamin D? Organizmga vitamin D yetishmasligi jumladan teridagi turli xil jarayonlarda o'z aksini ko'rsatadi. Masalan, sog'lom teri va vitamin D. Bu nimasi bilan bir-biriga uzviy bog'liq? Birinchi navbatda unutmaslikka harakat qiling. Vitamin D terilardagi turli xil yallig'lanish jarayonlari, qarish protsessi va qayta tiklanish proseslarida muhim rol o'ynaydigan vitamin hisoblanadi. Teri va vitamin D moddasi. O'zingizga ma'lum, Dermalife teri sog'lomlashtirish markazi asosan teridagi muammolar bilan shug'ullanadi. Biz shu vaqtgacha juda ko'p teri kasalliklarida aynan vitamin D yetishmovchiligi borligi haqida signal berib kelamiz. Jonli efirlarimizni kuzatib borgan aziz kuzatuvchilarimiz yaxshi bilishadi. Deyarli har kuni biz vitamin D yetishmovchiligi, uning oqibatlari va sizdagi kechayotgan turli xil teri kasalliklari aynan vitamin D yetishmovchiligi hisobiga bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantiramiz. Bir narsani biz hech qachon unutmasligimiz kerak. Vitamin D yetarli bo'lmagan organizmda hech qachon sog'lom teri bo'lmaydi. Buni hisobga oling. Organizmda vitamin D ni normada ekanligini aniqlovchi yagona faktor, ya'ni yagona tekshirish usuli va bu qon tahlil usullari hisoblanadi. Qon tahlil usullari quyidagicha topshiriladi. Siz borasiz, o'zingizga yaqin bo'lgan istalgan klinik laboratoriyaga qon tahlillari analizini topshirasiz. Sizdagi qon tahlillarida
vitamin D miqdori, uni yetarli yoki yetarli emasligi haqidagi aniq ma'lumotlarni sizni qo'lingizga mutaxassislar bir necha soatlardan keyin taqdim qilishadi. Vitamin D normasi esa yetarli miqdorda bo'ladigan bo'lsa 30 va 100 oralig'ida, ya'ni engi mol holatida bo'ladi. Vitamin D ni yetarli ekanligi mana shu ko'rsatkichlar asosida aniqlanadi. Vitamin D yetmaganda, ya'ni vitamin D tanqisligi holatida inson organizmida kechuvchi birinchi klinik belgilar bu soch to'kilishi, terining yallig'lanish xususiyati, ayniqsa juda ko'p ekzemali protsesslar va teridagi yorilish holatlari. Bundan tashqari surunkali kechadigan kasalliklar, jumladan psoriaz, ekzema, ixtiyoz holati ham aynan vitamin D yetishmovchiligi natijasida yuzaga kelishi mumkin. To'g'ri, ko'pincha autoimmun holatda yuzaga keladigan ushbu kasalliklar vitamin D bilan uzviy bog'liq bo'lmasligi ham mumkin. Ya'ni ularni paydo bo'lishida vitamin D ning hech qanday roli bo'lmasligi mumkin. Lekin ularni qo'llab-quvvatlash, ya'ni bularni yashirin formada ushlab turish uchun eng muhim vitamin bu vitamin D hisoblanadi. Vitamin D yetishmas ekan hech qaysi teri kasalliklarini davolay olmaysiz. Demak, vitamin D yetishmovchiligi natijasida organizmida erta qarish, turli xil ekzemali jarayonlar, bundan tashqari soch to'kilishi, tish sinishi, suyak bo'g'imdagi muammolar yuzaga kelish xavfi ortib ketadi. Vitamin D ni qanday olishimiz mumkin? Juda ko'p inson vitamin D ni tashqi ta'sirlar natijasida ola olmaydi. Sababi bizning mintaqamizda yetarli vitamin D yo'q. Bizning mintaqamizdagi odamlar vitamin D dan to'g'ri foydalanishni bilishmaydi. Quyoshda siz 10 daqiqa turishingiz yoki 10 daqiqada ertalabki quyosh davrida sayohat qilishingiz sizga 20 ming единица vitamin D ni taqdim qilinadi. Lekin bu vaqtda yurish hammani ham qo'lidan kelmaydi. O'zingizga ma'lum, O'zbekiston aholisi juda kech uyg'onadi yoki erta uyg'ongan taqdirda ham soya salqin joylarda hayot kechiradi. Agarda siz quyoshda, quyosh tig'ida kiyimsiz holatda tursangiz, yarim soat turganingizdan so'ng organizmingiz 20 ming единицalik oddiy vitamin D ni, ya'ni sog'lom vitamin D ni organizmga qabul qiladi. Lekin bu ilojsiz, ya'ni siz kiyimsiz quyosh nurida tura olmaysiz. Shu hisobidan vitamin D ni qo'shimcha sifatida organizmga kiritishingiz mumkin. Shu vaqtgacha hech bir inson vitamin D ni to'g'ri qabul qilish, qancha miqdorda qabul qilish haqida deyarli o'ylab ko'rmagan. Chunki vitamin D moddasini organizmda yetishmovchiligi haqida deyarli hech kim o'zidagi kechayotgan proses haqida aniq ma'lumotga ega emas. Jumladan, vitamin D ni yetarli yoki yetarli emasligi haqida birortangiz yaqin kunda analiz topshirib ko'rganmisiz? Deyarli hech kim o'zidagi vitamin D ni qaysi miqdorda ekanligini bilmaydi. Bu holatda nima qilish kerak? Birinchi navbatda qon tahlilini topshiramiz, tashqi klinik belgilarga e'tibor beramiz, mutaxassis nazorati ostida vitamin D ni qabul qilishni boshlaymiz. Vitamin D ni kichik yoshdagi bolalardan boshlab katta yoshdagi insonlarga ichirishimiz mumkin. Hattoki 10 ming, 20 ming, 100 ming единицаgacha qabul qilishlari mumkin. Haftasiga, kuniga yoki 3 kunda bir yoki 5 kunda bir qilib normaga solinadi va mana shu oralikda sizga belgilangan doza miqdorini bemalol qabul qilib borasiz. Organizmda har qanaqangi yallig'lanuvchi protsesslarni ketishi vitamin D yetishmovchiligi hisobiga yuzaga keladi. Ya'ni boya aytib o'tganimizdek, ba'zi bir moddalarning yetishmovchiligi organizmda turli xil patologik jarayonlarga sabab bo'ladi. Bu moddalar sizga tashqaridan kirayotgan bo'lishi mumkin. Ozuqaviy paketingizda bu moddalar yetarli bo'lishi mumkin. Lekin aynan siz iste'mol qilayotgan qo'shimcha vitaminlarni vitamin D siz iste'mol qilish natijasida organizm o'ziga kerakli transportdan foydalana olmaydi va natijada siz iste'mol qilgan moddalar o'zini kerakli hududlariga borib tushmaydi. Natijada sizda A-vitaminoz holati, ya'ni vitamin yetishmovchiligi holati yuzaga keladi. Juda ko'p onkologik kasalliklar, bundan tashqari yallig'lanuvchi kasalliklar va teridagi ko'plab muammolar, ayniqsa mashhur bo'lgan bugungi kunda psoriaz, ekzema va ixtiyoz holati aynan vitamin D yetishmovchiligi natijasida yuzaga keladigan holatlar hisoblanadi. Vitamin D ni to'g'ri qabul qilish, uni kunlik iste'mol paketiga kiritish insonni terisini va ichki organlarini sog'lom bo'lishini ta'minlab beradi. Bundan tashqari, erkaklarda turli xil jinsiy gormonlarni rivojlantirish, ayollarda turli xil ayollik gormonlarini rivojlantirishda ham aynan vitamin D ni sog'lom sintezi o'zining muhim rolini o'ynaydi. Agar sizning organizmingizda turli xil teri kasalliklari davom etayotgan bo'lsa, hech qachon birinchi navbatda E yoki C kabi vitaminlarga o'zingizni urmang. Chunki juda ko'pchilik vrachlar vitamin yetishmovchiligidan aziyat chekayotgan yoki teri kasalliklaridan, aynan ko'p uchraydigan teri kasalliklar, teridagi qurish holatlari, ekzemali jarayon, dermatit holatlari, psoriaz belashkalari yoki boshqa kasalliklar uchragan paytda juda ko'pchilik vrachlar birinchi navbatda bemorga E va C vitaminlarini yozib, ularni davolashga harakat qilishadi. Afsuski bu noto'g'ri. Sababi organizmda vitamin D ni tanqisligi yoki vitamin D ni yetishmasligi siz ichishingiz mumkin bo'lgan E va C moddalarini birlamchi effektini, ya'ni ta'sir doirasini pasaytirib yuboradi.
Demak, organizmda E va C moddalarining yetarli bo'lishi, ayniqsa A vitaminini to'g'ri sintezga uchrashi, kollagen ishlab chiqarilishi yaxshi bo'lishi uchun ham aynan vitamin D muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ayollarda uchraydigan erta klimaks holati, hayz buzilish sikli yoki qalqonsimon bez muammolari ham arzimagan mana shu vitamin D yetishmovchiligi hisobiga ham yuzaga kelishi mumkin. To'g'ri, buni to'g'ridan to'g'ri bevosita kasallikni keltirib chiqaruvchi faktor deya olmaymiz. Bu bilvosita bo'lishi mumkin, lekin shunda nima bo'lgan taqdirda ham organizmda ushbu holatni siz inobatga olishingiz kerak. Ya'ni vitamin D miqdorini to'g'ri sintezini ta'minlab berishingiz kerak. Agar siz vitamin D ni o'z vaqtida, o'z normasida qabul qiladigan bo'lsangiz va sizni yoshingizga nisbatan vitamin D ni yetarli norma protsessida bo'ladigan bo'lsa, sizda hech qanday qarish protsessi, organizmda moddalar yetishmovchiligi, teridagi muammolar, suyak bo'g'im muammolari kelib chiqmasligi kerak. Demak, biror bir mahsulotni qabul qilishdan oldin doim o'ylab ko'ring. Organizmda transport vositasi hisoblangan vitamin D yetarlimikan? Agar yetarli bo'lmasa, mutaxassislar nazorati ostida yetarli miqdordagi vitamin D ni qabul qilishingiz va qo'shimcha sifatida sizga yetishmayotgan moddalarni ham qabul qilib borishingiz mumkin. Sizga yetishmayotgan moddalarni aynan sizga kerakli bo'lgan joyga olib borib tushirish uchun vitamin D aynan transport vazifasini bajarib beradi. Shu kecha kunduzda ko'plab insonlarda uchrayotgan teridagi dog'lar, teri saratoni xavfi, teri qarishini rivojlanib ketishi, ya'ni teridagi erta qarish holati, yuzda paydo bo'luvchi turli xil toshmalar, jumladan akne toshmalari ham aynan vitamin D ni yetishmasligi hisobiga yuzaga kelishi mumkin. Yana eslatib o'tmoqchiman, oxirgi marotaba siz teri kasalliklaridan aziyat chekayotgan inson, teri kasalliklaridan shu vaqtgacha kechgan azoblaringizni aynan arzimagan vitamin D hisobiga ekanligini yoki uni yetishmovchiligi natijasida sizda turli xil teri kasalliklari ketayotganligi haqida o'ylab ko'rmagan bo'lsangiz, aynan vitamin D ga analiz topshirish vaqti keldi. Analizni topshiring, sizdagi analiz tahlillariga ko'ra vitamin D ni to'g'ri ishlatishni biz o'rgatib beramiz. Qondagi soya miqdori, ya'ni yallig'lanish miqdorining balandligi ba'zan vitamin D sintezini noto'g'ri organizmda ketayotganligi belgisi hisoblanadi. Ayniqsa vitamin D organizm bo'ylab noto'g'ri tarqalgan paytda yallig'lanuvchi proseslar avjiga chiqadi. Natijada qonda soya miqdori ortib ketadi. Qondagi soya miqdorining ortib ketishi esa o'z navbatida turli xil patologik jarayonlarni yuzaga keltiradi. Hattoki onkologik proseslar, ayniqsa T kletkalarni salbiy ishlashi yoki bo'lmasa T kletkalarning mutlaqo ishlamasligiga ham aynan vitamin D yetishmovchiligi sabab bo'lishi mumkin. Hurmatli Dermalife teri sog'lomlashtirish markazi kuzatuvchilari, ayniqsa ikki quloqingiz bilan eshitishingizni istardim. Aynan ekzema, psoriaz, ixtiyoz va vitiligo muammolaridan aziyat chekayotgan aziz kuzatuvchilarimiz. Sizni qutqaruvchingiz nima ekanligini alohida ochiqlab ketmoqchiman. Organizmingizda vitamin D yetishmovchiligi natijasida sizdagi kechayotgan surunkali kasallik, ya'ni ixtiyoz, psoriaz, ekzema va hokazo kasalliklar aynan vitamin D yetishmovchiligi hisobiga yuzaga kelayotgan bo'lishi mumkin. Sizdagi ushbu surunkali kasalliklarni bloklash, ularni yashirin formaga o'tkazishda vitamin D sizga oldindan yordam beradi. Vitamin D ni to'g'ri qabul qilish, boshqa moddalarni, ayniqsa Dermalife kompleks mahsulotini qabul qilayotganda vitamin D normasini o'z vaqtida va kerakli miqdorda qabul qilish inson organizmida turli xil mikroelementlarni to'g'ri singishiga, teri regeneratsiyasiga va terining tezroq tiklanishiga yordam beradi. Ayniqsa ixtiyoz va psoriaz kasalligida yuzaga keladigan teridagi o'lik terilarni tezroq tanadan tushishi, uni o'rnida qaytadan yangi terining hosil bo'lishida vitamin D ni bitmas tuganmas o'rni bor. Hurmatli aziz kuzatuvchilarimiz, demak, ayniqsa psoriaz, ekzema va ixtiyoz kasalligidan aziyat chekayotgan kuzatuvchilar, ikki quloqingiz bilan eshiting. Agarda sizda ushbu teri kasalliklari bo'lsa, aynan vitamin D ni sizda normada ekanligi yoki uni normadan kam ekanligini aniqlash uchun qaysi tahlillarni topshirishingiz kerakligi bo'yicha sizda o'zingiz qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol ikkilanmasdan havola orqali o'tib, meni shaxsiy Telegramimga ulaning. Telegram orqali vitamin D ga analiz topshirmoqchiman deb so'rang. Biz qaysi analizlarni topshirishingiz kerakligini aytamiz. Analiz tahlillarini bizga tashlab bering va biz sizga yoshingiz, holatingiz, hayot tarzingizdan kelib chiqib turib, qaysi vitamin D siz uchun foydali ekanligini tanlab beramiz. Bundan tashqari teri kasalliklarini tezroq yengish uchun aynan vitamin D ni qanchalik muhim o'rin kasb etish haqida ham qo'shimcha ma'lumotlar tashlaymiz. Vitamin D haqida gapirishimiz mumkin bo'lgan gaplarni
100 dan birini gapirdik. Vitamin D haqida albatta yana ko'rsatuv qilamiz. Sababi ko'rsatuvlarimiz davomida kirish qismi vitamin D ni va teri kasalliklariga oid prosesslari haqida kechayotgan bo'lsa, endi keyingi qismlarda vitamin D va yoshga doir muammolar haqida gaplashamiz va har qanday yoshda vitamin D ni to'g'ri единицada, ya'ni to'g'ri o'lchamda qabul qilishni o'rgatamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan buyon siz bilan foydali ma'lumotlarni ulashishdan charchamaymiz. Sog' salomat bo'linglar.